siz hali sog'ayib ketasiz. Iltimos, dada turing. Ukam, isming nima? Kamron, Dadajoningga nima qildi? dadajonimni ko'p boshlari og'riydi. 5 kun oldin doktorlar olib ketdi. Davolaymiz deb. Iloyim, dadajoning tuzalib ketsinlar. Xo'p, to'xtab tur. Mana shu pulni olgin. Meni salfetkam aka. Yo'q, salfetkani olib qo'y. Mana shu pulni olgin deb, tez dadajoningni davolash uchun dorilarni olib. Rahmat amaki, rahmat. Assalomu alaykum onajon. Vaalaykum assalom bolam. Charchab qolmayapsanmi? Hayyo, qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Zerikmay turibsizmi? Yo'q bolam, hammasi yaxshi. Bugun ishlab topgan pulim. Rahmat bolam. Kichkina bo'lishingga qaramay, bizga ko'p yordam beryapsan. Biz bo'lsak, ota-ona bo'lib, seni na yaxshi yashashingga, na o'qishingga sharoit qilib bera oldik. Qanaqa deysiz onam? Sizni yaxshi ko'raman. Ona, hali men o'zim adamni davoladim. Har xil davlatlarga chiqamiz. Sizga uzun chiroyli ko'ylaklar beraman. Siz qilmang onam. Siz ko'zingizdan hali bir tomchi yosh ham oqmaydi. Sizni yaxshi ko'raman onajonim. Oyijon, hali hammamiz birga samolyotlarda uchamiz. Dengizlarga boramiz, mazza qilib cho'milamiz. Hamma davlatda aylanamiz hali. Xo'p bo'ladi-da bolajonim. Senga ishonamiz. Ertaga dadajoning kelyaptilar. Bir osh qilmaymizmi? Nima deding? Rostdan. Havodan keladi. Ham yaxshi ko'rgan ovqatim. Ertaga mazza. Osh yeymiz. Yes! Mana, osh tayyor. Oshni yorvorasan xotin. Osh bo'lsin. Voy. Men telefonga qaray qolay. Qara. Ol bolam, ol. Xotin, tinchlikmi? Adasi, siz kasalxonaga yotganingizda men bozorchadan ish so'rab do'konlarga kirgandim. Bozorchadagi do'kondan telefon qilishdi. Men ishlay qolay. Onasi. Endi sen ishlamaysan. O'zim boqaman. Siz avval tuzala qoling. O'zingizga kelib oling. Keyin men yaxshi xotin bo'lib uyda o'tiraman. Boqaverasiz. Mayli. Bo'lmasa tez borib, xo'p? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Ol bolam, ol. O'g'lim, Ro'sha amakining do'koniga chiqib kelmaysan? Aka, siz tuzalmadingizmi? Tuzaldim o'g'lim, qara. Xayolimdan ko'tarilgandi. Aro, o'shanam akam, aro so'tanlar-ku.